Kimdan boshlashni yaxshi bilaman. Baho. Choyxona. Choyxonamning nomeri. Nigora. Xotini. Telefon. Bu rejissor bilan kafeda tanishgan edim. Cho'kam show biznesga qiziqadi. Yordam berib borarsiz deb kontaktini olgan edim. Hozir bilamiz. Tinchlikmikin? Zokirni tekshirishyapti shekilli. Javob bermadi. Syomkada bo'lsa kerak-da, может. Lalo. Hozir band. O'zi qo'ng'iroq qiladi. Shahnoza kim? Yana bitta o'ynashim. Unda Zokir kim? Men Zokirman. Niday bu xotinim ko'tarib qolsa, eli begana meni Zokir deb chaqirasan deb aytganman. Na всякий случай. Qiz bolani kuttirish yaxshi emas. Qo'ng'iroq qilindi. Gronkiga qo'y. Alo? Alo, Shahnoza, yaxshimisan? Zokir aka, assalomu alaykum. Va alaykum Nima siz assalom. telefoningizga tushib bo'lmaydi? Yana qanaqadir odamlar ko'taradimi? Ha, u meni ishxonamdagilar. Ha. O'zi oxirgi marta gaplashgan gaplarimiz esizdami? Menimcha juda mast edingiz. Endi men boyman, ishlarim o'ngidan kelyapti deysizmi? Rosa maqtandingiz. U meni baho bilan ishlarim yetyapti. Keyin katta gonorarlar olaman dedingiz. To'lam yetyapti. Alo. Menimcha rosa kayfda bo'lganman shekilli. Gastrolimizga ham ozgina vaqt qoldi. Borsam kutib olasizmi? Da, конечно. Bo'pti. Unda telefon qilaman yana. Xayr. Xayr. Bo'shsan. Telefon. Joyimizda ko'ta ochilib qoldi. Endi pullarni qayerga chiqaramiz? Balkim ishni ozgina to'xtatib turarmiz. To'xtatish xato. 3 oydan keyin matritsani o'zgartirib yuborishadi. Bundan keyin u pullar bilan faqat ko'tarsa bo'ladi. Balki meni skladimda ish davom ettirarmiz. Bu ham variant. Kristiyanichi, uni nima qilamiz? Menda Kristian tutish uchun bir fikr bor. Qo'shnilar skoriyaga qo'ng'iroq qilishgan. Ular bizga xabar berishdi. Holati stabilniy bo'lganligiga reanimatsiyadan palataga oldik. Xotin nimaga o'tibdi uni o'zi? Hozircha bilmaymiz. 15-uchastkada dam oldi. Shok holatda edi. Xonada alkogol topilgan. Menimcha oddiy oilaviy janjal. Tushunarli. U hozircha hushsiz. O'q yelkasiga tekkan va noqulay yiqilish sabab boshidan qattiq jarohat olgan. Qachon o'ziga keladi? Hozircha bu noma'lum. Bolasi qayerda? Xotinini dugonasinikida. Qarindoshlarining xabari bormi? Yo'q hali. To'g'ri. Hech kim bilmagani ma'qul. Hech kim yoniga kelmasin. Sen yonidan bir qadam ham ketmagin. Xo'p bo'la.
Zokirga muhit tirik ekanligini aytishimiz kerak. Bu ham qaqqa yo'qolib qoldi. Qaytib telefon ham qilmaydi. Qulog'ini ham topishimiz kerak. Problemalarimiz ko'payib ketyapti. Shahnoza, Topib qoldingiz? qalaysan? Yaxshi. Mana senga. Rahmat. Ketdingmi? Siz o'zingizdan zo'rg'a tanidim. Xo'sh, teatrda ishlar qalay? Yaxshi. O'sha. Spektakllar, repetitsiyalar. Bugun esa mana bu yerga keldik. O'zingizda qalay syomkalar tugab qoldimi? Premyerasi qachon ekan? Почти tugab qoldi. No, ayrim sabablarga ko'ra yana cho'zildi. O'zi qanaqa? Sizga yoqyaptimi? Judayam. Yuzingizdan unaqaga o'xshamayapti. Judayam. Endi-chi. Endi o'xshadi. Bugun spektaklimizga kelasiz? Agar bu taklif bo'lsa, конечно, boraman. Gaplashmaymiz, fotoapparatga qaraymiz. Sendan bitta narsa so'ramoqchi edim. Nimani? Yigiting bormi? Nega so'rayapsiz? O'zim shunchaki yana bizani ko'rib basharamdan sop qolmasin. Xavotir olmang, sizni hech kim sop qolmaydi. Fanatlarim ko'p, lekin pichoqga ilinadiganlar ekan. O'zingizdachi? Bosh yo'l o'ynayapsiz. Qizlaringiz ham ko'payib qolgandir-a? Ha, yo'q, endi xudo xolasa. Kulib turamiz-a? Qachon tayyor bo'ladi? Ertaga tayyor bo'ladi. Aha. Voy, men repetitsiyaga ketishim kerak. Yur, men kuzatib qo'yaman. Mayli. Rahmat. Xo'p. Bratan telefon ishlamayapti. Блять. Короче, жоpa. Nima bo'ldi? Muxoriydan kelyapman. Hamma yoqlarni ment bosgan. Muxani skorga solib olib ketishdi. Скорый olib ketdi? Da. Охуеть можно, блять. Короче, bolalar, sen keling shu yerda qolasan. Qolganlar men bilan mashinaga ketdi. Muxa! Блять. Bekdan nima qilyapsizlar? Tezroq chiqing mashinaga. Nimaga? Tez o'tir mashinada tushuntiramiz qolgan. Nima? Qaytib kelding? Narigi dunyodanmi? Ko'chirmay yuringlar, hozir tushuntiraman. Shunaqa gaplar. Aziz yaxshimi? Aziz yaxshi. Qavotir. Nigorani qamashadimi? Agar Muxa komadan chiqolmay o'lib qoladigan bo'lsa, 15 yilgacha sirog oladi. Senga nima? Buni hammasiga men aybdorman. Qanaqasiga? Xayrlashgani borganimda janjallashib qoldik. U Muxani o'ynashi borligini bilib janjal ko'tardi. Keyin men ketdim. Demak, men ketganimdan keyin Muxa kelgan va sigaretingiz bormi? Bu yerda sigaret chekish mumkin emas. Vaziyat borgan sari og'irlashyapti. Ular ham bizga o'xshab krisani qidiradi. Demak, ehtiyot bo'ladi. Shuning uchun agar ketaman desang, biz qarshi emasmiz. Lekin ularga juda yaqin keldik. Главный герой, я. Bu imkonni qo'ldan boy bera olmayman. Teatrdan bo'shadik. Ты пиздатый, понимаешь? Моцарт! Men qolaman. Mana buni o'qib chiqib, qo'l qo'ying.
Bu Muxa. Muxani boshqa palataga o'tkazishadi. Yonida bitta vrach bo'ladi, boshqa hech kim kirmaydi. Va soqcham qo'yamiz. Palatalar ikkinchi qavatda ekan. Sani Muxani o'rniga yotqizamiz. Jarohatingni ham xuddi o'shanikiga o'xshatamiz. Xo'p. Shef, Muxani bolalar kelishyapti. Anesteziyasiz qovuring. Og'riydi lekin. Mayli, chidayman. Xo'p. Uzr, pardon. Kechirasiz. Muxa degan bemor xat yo'q. Muxa, bratан. Sher. Мужики, Muxa здесь. Bo'ldi, topildi, uzr. Родной, как ты? Ай, блядь, Uzr. Извини. Нихуя себе. Assalomu alaykum. Kelinglar bolalar. Muxa, assalomu alaykum. Qani? Stolda olaylik. To'xta. Qo'ylaransiz. Bu nima kerak? Nima deganing nima kerak? Qayta tug'ilgan kuning bilan. Stakan. Короче, Muxa, bratан, больницаga tushganingni eshitdik-ku, сразу orqangdan chopib keldik. Bu bratan. Shuncha ishkallardan eson-omon qolding, qara. Xotiningni e'tibordan chetda qoldiribsan. Короче, shef, xafa bo'lmagin, o'sha Dinara bir kunmas bir kun aniq parod qiladi degan o'yda yuruvdim o'zim. Всё, закрыли temu. Okey. Asosiysi soppa sog'san. Qani? Ucho, tug'ilgan kunni aniqroq qayta tug'ilgan kunni nishonlaymizmi? Конечно. Давай. Mansiz o'zinglar. От души quydim, xafa bo'lmaysizlar. Давай. Brat живой. За брата. Da. Men yaxshiman. Xo'p bo'ladi. Ketdik. Куда? Bahona oldiga. Tezdan o'rlan, brat. Ну, тварь, блядь. Давай. Dinara. Bilasizmi? Men sizni yoqtirib qoldim. Alisher aka, odamni noqulay vaziyatga solasiz. Unaqa qilmang, iltimos. Uyalib ketyapman. Men shunchaki qo'lingizdan ushlamoqchi edim. Yo'q, mumkin emas. Faqat to'ydan keyin. Voy! Nima bo'ldi? Alisher aka, yuring keta qolaylik. Anu kelayotgan bola akam o'rtoqlari. Agar hozir meni siz bilan ko'rib qolishsa, mahallada rosa gap qilishadi. Yuring keta qolaylik. Mana bu joyga sumkani o'g'irasan. Senga yaxshi valyutasini berishadi. 2 soat vaqting bor. Tezlash. Xo'p, bo'ladi. Senga telefon qilayotganim yo'q, qizimga ber. Gaplashgisi kelmayotgan bo'lsa o'zi aytsin. Alo. Nima kayfiyatingiz yo'q? Qizim bilan sal kelishmovchiligimiz bordi. Assalomu alaykum.
Muxa Terminator. Eshitdi-u, xotiningiz juda boyevoy ekan. Ha, gapirmang. Hamma sir ertami, kechmi oshkor bo'ladi. Bugun yangi adres bo'yicha borasan. Xo'p. Hamma skladlarni tekshirish uchun ko'p vaqt ketadi. Balki bahoga kuzatuv o'rnatarmiz. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Nodir, bo'lmasa shu ish bilan shaxsan o'zing shug'ullangin. Bajaramiz. Hoziroq. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi, majlis tugadi. Hamma ishga. Alo. Men bahona oldidan kelyapman. Xo'sh. Menga bitta adres berdi. Etga pullarni olib borib, valyutaga alishtirib kelishim kerak ekan. Menimcha, yangi joylar o'sha yerda deb o'ylayapman. Qayerdan bilasan? Balki bu podstavadir. Bizga aniq ma'lumot kerak. Matrisani ko'rdim, falon joyda degandan keyin men bolalarni yig'dim. Ungacha men yana riskovat qila olmayman. Unda qo'ng'irog'imni kuting. Yaxshi. Alo. Alo, men matrisani ko'rdim. Aniqmi? Da, aniq. Adresini ayt bo'lmasa. Qani bo'lmasam, do'stligimiz abadiy bo'lsin. Oila. Demak. Tak. Demak hamma yig'ildi. Shunaqami? Telefonlarni topshiramiz. Demak, hozir kim kirisa ekanligini aniqlaymiz. Bilasizlarmi nima? Nega 4 ta chiripashka ninja bo'lib bir kishiga hujum qilishadi? Nimaga ekan? Chunki ularni ustozi kirisa. Nima? Senga anekdot yoqmadimi? Men bu anekdotni 8 yashar jiyanimni eshitgandim. Ay, Nima bo'ldi? hech narsa. Jarohatim qonadi. Chiqib ketsam maylimi? Mayli. Bor qara. Aniq. Haligi paxtami, bintmi ilojini qilsa bo'ladimi? Yo'q. Almashtirmasam bo'lmaydi. Shu yerda qimirlamay tur. Hop.
Yaxshi. O, rahmat. Vanna bu yoqda. Ha. Qornim og'rib qoldi. Qog'oz ham yo'q ekan. Ha? Endi sovib qilgandan keyin oxirigacha qilaylik. Chiqorsalar. Tataring, muhanchi qolib ketdi. Ichkari tinchmikan? Bilmadim. Menga buni hammasi yoqmayapti. Bankrotga uchragan zavodlarning yerini olib, dom qurishimiz kerak. Kelajakdagi biznes. Yaxshi. Va hozir O'ylab ko'ramiz. Qancha bor yana? 3 minutda bo'lamiz. Kim ekan bu? Zokirdan boshqasi nomingizni bilmaydi-yu. O'zinikidan qilsa bo'lardi-yu. Xanım. Tuvaletda. Ko'tar, блядь, ko'tar. Тут подстава. Eshitayapsizmi? Podstava. To'xtat mashinani. Stop operatsiya. Stop hammaga. Atmen.